Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisizlar? Xo'p, demak bugun Prepros kitobidan 9-savolni birga yechamiz. Xo'p, demak boshladik. Xo'sh, 9-savol. Demak, qarang. Bu misol juda yaxshi misollardan, ya'ni ko'pchilik tushunmaydi. O'shaning uchun yaxshilab qarab turinglar. Bir martada tushunish juda qiyin. O'shaning uchun 2 marta, 3 marta ishlashga harakat qilinglar. Xo'p. For uchun function funksiya f funksiya uchun for every increase, every degani har increase o'sish 1/2 in the value of x of nima ning. Demak, x ning qiymati har 1/2 ga oshganda value of fx ning qiymati increase oshadi by a factor of c. Demak, c ning ko'paytmasiga, ya'ni faktor degani ko'paytuvchisiga. Word, c is a constant. Word o'zi qayer degani biz nima tarjima qilamiz? Qaysiki. Word qaysiki c o'zgarmas. Besh-olti following. Ko'p marotaba aytyapman. Bu so'z bitta keladi har doim. Bitta yodlaymiz. Ya'ni nima degani? Quyidagilardan qaysi biri formulalar of function funksiyaning formulalari display ko'rsatadi, namoyish etadi. Value of c ning qiymati as deganidek base asos or yoki coefficient, ya'ni koeffitsient, ya'ni c ning qiymatini asos yoki koeffitsient sifatida ko'rsatadi deyapti. Xo'p. Demak, qaranglar. Endi aytgan narsasini yozamiz. f of x funksiya bor ekan. Endi men every increase 1/2 value of x qiymati 1/2 ga oshsin. Ana. Endi value of f of x ning qiymati oshadi a factor of c. Demak, f of x qiymati nima qilar ekan? C ga oshar ekan. Ana. Endi c bu yerda o'zgarmas son. Quyidagilardan qaysi biri formulalarda f ko'rsatadi? C ning qiymati asos sifatida yoki koeffitsient sifatida. Demak, c 2,864 bu chiqishi kerak ekan yoki 56 sifatida chiqishi kerak ekan. Xo'p, demak ketdi. Men quyidagilardan qaysi biri deganlik uchun iloji javobdan ketaman. Misol uchun C javobni oldim. C javobdan ishlab yuraman. Demak, x qiymatini 1/2 ga oshiraman. Bu degani 56 ko'paytirilgan 64 darajasida x o'rniga necha qo'yaman endi? X plus 1/2 teng. Demak, yana o'zi 56 ko'paytirilgan 64 x-insi ko'paytirilgan c. Ana. Xo'p, endi 56 bilan 56 qisqarib ketdi. Buni soddalashtirsam 64 x-insi ko'paytirilgan 64 1/2 bu teng 64 x-insi ko'paygan c. Demak, mana sizga tushundik. Demak, asoslari bir xil, ko'paytirilgan darajalar qo'shiladi. Men shuni 2 ga ajratdim. Endi bu yerdan qarasam bu bilan bu qisqarib ketdi. C teng 64 1/2. Bu degani bilamizki, ildizi 64, ya'ni 8 chiqadi. Demak, C ham 8 chiqdi. Endi shu javoblari turish kerak. Nima bu sifatida? Asos sifatida. Ya'ni base yoki koeffitsient. Qarasam, bitta B javobda asos sifatida turibdi. Demak, javob B. Xo'p. Bu misolni 1-2 marta ishlab ko'rishlaring kerak yoki o'zlaring tushunasizlar, ya'ni o'zlaringniki bo'ladi. Xo'p.
Xohlasaring men sen javobni oldim. Xohlasaring D javobni qo'llab ko'ringlar. Ya'ni mana aytilgan narsani. Baribir C ham 8 chiqadi. U javob baribir B bo'laveradi. Farqi yo'q. Sabab nimaga? Hozir hammasini soddalashtirsam, hammasi bir xil funksiya. Ya'ni hammasi bir xil funksiyaga keladi. O'shaning uchun xohlaganlaringni olishlaring mumkin. Xo'p, demak bu 9-savol bo'ldi. B javob. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.